Ukam, to'xalxona qanaqa ekan? Bitta o'dziv. Interyerga ham gap yo'q. Interyer, komfort, funksiya yorgan lekin gap yo'q. Qaranglar, mana bu salfetka. Salfetkani olgin. Qani ishlatyapsan, olib ishlat. Ishlat bo'lgandan keyin endi tashlab yubor. Mana ko'ryapsizlar, komfortda. Mana podsetkalarga qaranglar. Mana buni hammasini bitta liniya bo'lib taxlab qo'yishganini qaranglar. Zabardast baqot qilib qo'yishgan. Interyerga alohida respekt, germetichniy fugalar qilib qo'yishibdi. Burchaklarni sayqallab dum-dumaloq qilib qo'yishibdi. Ustalarni lekin original ishlabdi. Mana bu luklarni qaranglar. Sekin ochilib, sekin yopiladi. Mana bu chig'anoqlarga hech. Tualetni bitta ko'ramiz, qaranglar. Kirganingizda yengil o'zi yonadi svet. Rostlar, atko'ziga necha? Nevidimiy ishinglar, atko'ziga toshdan zabardast qilishdi. Mana shu masjidga o'zini hissasini qo'shganlardan Alloh rozi bo'lsin. Odamni bahri dili yayraydi, deyapti-ku. Videoni tanishingizga jo'natib qo'ying. U ham ko'rib bir maza qilsin.